Ko'rinishidan biroz qiyin, murakkab, lekin aslida u sodda va uni sodda qilib tushuntirish mumkin bo'lgan jinoyatlarni tasniflash haqida gaplashamiz. Jinoyatlarni tasniflarkanmiz shuni e'tiborga olishimiz kerakki, buni kerak bo'lsa advokatlar, kerak bo'lsa ba'zi ustoz huquqshunoslar va abituriyentlar tasniflashda biroz qiyinchilikka uchrashadi. Lekin uni soddagina va oddiy qilib tushunish va ifodalash mumkin. Keling shu haqida to'xtalamiz. Demak, jinoyatlarni tasniflash da biz jinoyatlarni 4 ta turga bo'linishini bilib olishimiz kerak. Demak, bu birinchisi ijtimoiy xavf katta bo'lmagan jinoyatlar, ikkinchisi uncha og'ir bo'lmagan jinoyatlar, uchinchidan og'ir jinoyatlar, to'rtinchidan o'ta og'ir jinoyatlar. Demak, bo'ldi. Jinoyatlarimiz shu jinoyat kodeksimizda 302 ta moddada berilgan jinoyatlarimiz mana shu 4 tadan bittasiga kiradi. Tamom. Mana shu demak jinoyatlarni tasniflashning 4 ta turi ekan. Xo'p, bu qaysi mezon, qaysi kategoriyalar bilan tasniflanadi? Keling endi shu jihatlarni ko'ramiz. Xo'p, bunda biz jinoyatning sodir etilishida albatta aybni shakliga e'tibor qaratishimiz kerak. U qasddan sodir etilganmi yoki bo'lmasam ehtiyotsizlikdan sodir etilganmi? Agar jinoyatlarimiz qasddan sodir etilgan bo'lsa va unga sanksiyasida 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish tariqasida jazo berilgan bo'lsa, bu ijtimoiy xavf katta bo'lmagan. Ehtiyotsizlikdan sodir etilib 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish tariqasida jazo berilgan bo'lsa, bu ham ijtimoiy xavf katta bo'lmagan jinoyat hisoblanadi. Xo'p, uncha og'ir bo'lmagan jinoyatlarga esa sanksiyasida 3 yildan 5 yilgacha, ehtiyotsizlikdan sodir etilganda esa 5 yildan ko'p miqdorda ozodlikdan mahrum qilish tariqasida jazo berilgan bo'lsa, bu uncha og'ir bo'lmagan jinoyatlar bo'ladi. Og'ir jinoyatlar bizda ehtiyotsizlikdan sodir etilmaydi. Ya'ni ehtiyotsizlikdan sodir etilgan birorta jinoyat og'ir va o'ta og'ir jinoyat bo'lishi mumkin emas. Xo'p, og'ir jinoyat bo'lib turib 5 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish tariqasida jazo bo'lsa, bu og'ir. 10 yildan ko'proq ozodlikdan mahrum qilish tariqasidagi jazo belgilangan bo'lsa, bu o'ta og'ir jinoyat bo'ladi. Mana shu jadvalni konspekt qilib oling. E'tiboringiz uchun rahmat.